Assalomu alaykum, baraka 4 kanaliga obunachilar, hammangizga xayrli kun. 4 tumani Buyum bozoridagi 609-do'kon sotilayotir. Bu yon tarafimiz Shuhrat oshxonasi, Hamid aka gamburger tarafdan kirib kelish. Bu yon tarafimiz 6-lan xatari Dilmurod aka Nargiza fondan tikuvchilik sexi bor. Yaxshi do'kon sotilayotir. Bu yerni konstavratib ishlatib o'tirganlar. Dokumentlar 100% taq. Baraka 4 kanalidan podpiska bosib qo'ying, videoga birdan like bosing, donish boshlang, yaxshi videoni tashakkur. Dükkandagi hamma narsalarni olib ketiladigan polkilari, kamera, televizor, konditsioner hech narsasi qolmaydi. O'zlaringiz xohlagan stilda, o'zlaringiz xohlagan dizaynda chiroylatib, ajoyib dükkonni bezab, polkilarni tuzib, ajoyib bizneslarni yo'lga qo'ysangiz ham bo'ladi. Xohlasangiz olib turib sklad etib, sklad hisobida foydalansangiz ham bo'ladi. Razmerlari 3 metr, 4 metrlik. Dokumentida muammo yo'q, dokumentlari 100% taq. Egasini nomerini pastda sarlavhada yozib qoldiraman. Bemalol egasini aloqaga chiqarasizlar. Shunday bozordan dükkon izlab yurgan, bozordan dükkon olaman deb yurgan yakillar aynan shu videoni tashlab qo'yishdan chiqmasin. Baraka Turk kanalimizga obuna bo'lib qo'yishdan chiqmasin. Pastlar ham beton emas, pol ishlangan. Patologlar ham plastikdan ajoyib ishlangan. Dokumentida hech qanday muammo yo'q. Ko'rib turiblaringizdek. Eshikni ham akfa eshiklarni chiroylatib qo'yibdilar. Ko'cha tarafına hamda reshotchilar ham ishlab qo'yibdilar. Ajoyib reshotchilar ishlab qo'yibdilar. Xo'p, dükkon narxiga kelgan bo'lsak, narxi o'zi aslında bu yerni 20 ming dollar deb aytib turadilar. Qaytib, kelishib, savdolashib 17.500 dollar kelishdik. Bemalol egasini aloqaga chiqarsa, bo'lish bahasi 17.500 dollar. Ustida kelib ko'rib, yana 1-2 so'm xayrina qaytishi mumkin. Egasi bilan kelishsanglar, gaplashsanglar bo'ladi. Biznes boshlayman deb yurgan yakillara, akalari, ukalari, danışmışlara aynan shu videoni tashlab qo'yishdan chiqmasin. Hammaga rahmat. 4 Buyum bozori Burchakli darvozadan to'g'ri kirib kelasizlar. Kirganda aynan Hamid aka gamburgerxonasi bor. Shuni kapitalidan kirib, o'sha o'rtalikda 609-magazin sotilayotir. Egasini nomerini pastga yozib qoldiraman, bemalol aloqaga chiqarasizlar.